Kichkinanikini olib keldi. Olib keling cheragizni. Bular jo'nda to'g'ri bo'lgan, kechada qo'yib chiqqan bo'ladi. Aslida nima bo'lib chiqqan? Fotolarimizdagi ancha yaxshi. Yaxshimi? Adaptör. Bular oilaviy kelishyapti. Qatdan kelasiz adasi? Bilsinlar. Qatdan ko'rib keldingiz? Instagramdan ko'rdim. Kelishyapti. Kechqurun ayollari ham kelarkan. Nimalar chiqyapti endi? Lambluzlari bor o'zi. Kecha polni askariydalar chiqqan. Mana yana adasi qarang. Ko'rdingizmi? Rossa. Mana o'zi ham nositel. Ishqilib qassob bo'lib ishlamaysizmi? Yo'q. Oshpazmasisiz? Ko'rdingizmi? Siznikida bu adasi? Mana nositel o'zi ham rosa chiqyapti o'zi ham. Dahshat. Ko'rdingizmi adasi? Mana askariydalar. Bosh og'rig'i, bo'g'imlari, xotira pasayishi, zrena pasayishi, gormonal narusheniylar beradi sizga. Analizlarni belgilab bering. Lambluz, askariyda, astritsan qoplari, allergik gribov, disbakterioz. Tozalanishingiz bilan askariyda, astritsa, gribov, disbakterioz. Mana bu disbakteriozlari juda kuchli. Qo'llari ham quyruq, qotadi. Qotgandan keyin bilingki, juda qon quyiladi. Chunki atroflarda og'riqlar ham bo'lishi mumkin mana. Qarang, askariydalar. Askariyda kuchli ekan ham. Askariyda narsita. Bu 2015. Mana ko'rdingiz bat askariyda. Boshog'rig'i, bo'g'imlari, xotira pasayishi, zrena pasayishlarini beradi. Bundan tashqari lambluz, allergik gribovlari ham bor. Lambluz bo'lsa aqlatda sliz ko'payib ketadi. Chunki slizda yashagan qo'plar. O'zida keyingisi. Bunda cho'katira liniyasi bor adasi. Nimadir yedimi bu? Lekin diyetani ham saqlaganda. Diyeta saqlagan. Shunga hayronman. Narsa yegan. Kelishdan oldin yegan bo'lsa, atravliniyasi bor deb buni. Azizlar.